Tan olinglar, Portugaliyani yutishimiz nerealli narsa. Lekin Alloh xolisa bo'ladi. Allohga oson bo'lganmi? Tarixda albatta bo'lgan. Hozir Bekzod videosini ko'rdim. Yomon ta'sirlarni nima deyotki, meni maddoh deb o'ylasanglar, nima deb o'ylasanglar o'ylaylar, lekin men musulmon oilada tarbiya topganman va meni ota-onam o'rgatishgan, so'raganingni berishadi. Dushanba, payshanba kunlari roza tutiladi-ku, nafl roza. Shuni bitta roza tutib, xalq bilan shuni Suriyalik Portugaliyani yutsin deyapti. To'g'ri, kulgili tuyulishi mumkin, lekin futbolga qiziqmaydigan odam ham Portugaliyani yutishimizni butun xalqimiz kutyapti-da. Bu bizga nima beradi? O'zi hech narsa bermaydi, lekin ishoninglar, mana shu safarlar qilganimizda, chet ellarda, chegaralarda bizga qilingan muomaladan keyin dunyoga ko'rsatib qo'ylik o'zbekning kimligini, qanaqaligini. Bizga Alloh yordam bermasa biz o'zimiz kuchli bo'lib qolamiz. Alloh azza va jalla aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ular sizlarga o'xshagan maddohlar haqiqiy mu'minlarni, haqiqiy tavhid ahlini chetga surib, kofirlarni o'zlariga do'st tutishadi deydi. Nima ular izzatni, kuch-qudratni kofirlarni huzuridan izlashadimi deydi. Albatta izzat, kuch-qudrat Allohning huzuridadir deydi. Subhanalloh. Sizlar bu darajada ahmoqsizlarki, hattoki men sizlarning kimligingni bilmayman. Sizlar musulmonmisizlar, demokratmisizlar, maddohmisizlar, kimsizlar sizlar? Yoki sizlarning ota-bobolaringni tashlab ketgan boshqa bir din bormi? Alloh azza va jalla bizga nozil qilgan din bunaqa emas. Alloh va rasuli shunaqa dedimi? Mabodo izzat, kuch, qudratni yo'qotib qo'yadigan bo'lsani, shu futbolda, dunyo masalalarida ilg'or bo'lib, oliy darajaga chiqsani, keyin izzatli bo'lasizlar dedimi? Dushanba, payshanba roza tutib turib, Allohdan so'rani shuni vasila qilib, keyin g'alabaga erishsani, izzatli, kuch, qudratli bo'lasizlar, hurmatli bo'lasizlar dedimi? Yoki sahobalar shunaqa dedimi? Ya Rasululloh, endi keling, mana bu bugungi kunda endi mana u paytda futbol bo'lmagan bo'lsa ham, mana forsliklar yoki rimliklar savdoda nomer 1 bo'lib ketdi. Biz ham endi shular darajasiga chiqishligi uchun keling bir dushanba, payshanba roza tutaylik-da, shuni Allohga vasila qilib Allohdan so'raylik. Alloh taolo bermasa qiyin, biz nima narsa qila olmaymiz. Shunaqa dedimi sahobalar? Nimaga bu darajada xafa bo'lmani-yu, moldan beshvattasizlar? Nauzubillah. Bo'lib ham ustingdagi zolim podshohlaringni qo'ltig'iga kirib, shularga yordamchilik vazifasini bajaryapsanlar sanlar. Mana 35 million, 36 million o'zbek aholini qonini ichayotgan zolim podshohlarga yordamchisizlar. Ertaga sizlar qiyomat kunida mana shu zolim podshohlaringlar bilan, Fir'avnlar bilan, Abu Lahablar bilan, Abu Jahllar bilan birga bo'lasizlar. Vallohi birga bo'lasizlar, agarki mana bu ishingizdan tavba qilib, haqiqiy Allohning diniga qaytmaydigan bo'lsani. Nauzubillah. Bunaqa bo'lmaydi odam, ey. Musulmonlikni da'vo qilasizlar, lekin mana bu tutayotgan yo'lingni kofirlarni ham yo'li emasda, kofirlar ham bunaqa ish qilmaganda, nauzubillah, kofirlar ham bunaqa ish qilmagan. Odamning asabi chidamaydi bunaqa narsalarga, gapirayotgan gaplaringizga. Faqat shu qo'pol qilib aytganda chiqib shu orqasini bitta o'pib qo'yaylik demayapsizlar, xolos. Bundan boshqa hammasini qilyapsizlar. Umar radhiyallohu anhu ning gapini eslataman. Biz islomdan oldin xor edik. Islom keldi, azizlikka chiqdik dedi. Umar radhiyallohu anhu kambag'al, bir buddalonga zo'r bo'lgan, oilada katta bo'lmagan, hamma narsasi yetarli bo'lgan. Lekin izzatni qaydaligini, kimdaligini bilgan Umar radhiyallohu anhu. Shuning uchun aytgan, kimki agar izzatni islomdan boshqa narsada qidiradigan bo'lsa, u odam xor bo'ladi degan. Mana xorligingni o'zingni ham tan olyapsizlar, o'zingni ham aytyapsizlar. Allohga qaytinglar. Hali ham kechmas. Shunaqa yashasani ham o'lasizlar, Allohning diniga amal qilib yashasani ham o'lasizlar. Esdan chiqarmani, izzat Alloh taoloning huzurida xohlaganiga beradi. Allohu a'lam.